7 жолу hajga kelip bir Ka'bani ko'rib ketgan ayolning okuyasini bilasizlar da. 7 jolu hajga kelgan. Sizlar bir jolu umra kelib o'tasizlar hozir jamoat arasida. Ikkinchi jol kelganlar, uchinchi jol kelganlar bor. Bir ayol bor deydi. Voy, al bo'lgan o'qiya. Bir ayol bor deydi. 7 jol hajga keladi. 7 o'ndan do'stlarni eshitib ko'radi. Do'stlarına aqchani o'zi to'laydi. Men to'layman sizlarga, men to'layman yurdilar. Biroq 7 o'ndan olib kelgan do'stlarına norozi bo'ladi. Ya qayoqdaga narsani suylab o'tasizlar, qayoqda? Men mana elga sizlar bilan aralashib aylanatam. Qaysi uyda aytib o'tasin deydi-da. Alloh taolo mening ko'zimdan Ka'bani olib tashladi. Jo'l elmeni malini o'rganib qo'ydi. Axir aytadi, sizlar nega qo'l ko'tarib, nega bir sen o'ya tikib o'ylab o'tasizlar desa, yo qiziqsin, Ka'bani tikib o'tirib bo'ladi. Tomoshalashib baqalar, men 7-chi yil kelatam. Shu yil aylanganda, shu aylanaverayotganda o'ylab ketdim. Hech qanday Ka'ba yo'q bunday, hech qanday uy yo'q bunday. Nima aytasiz? Axir men birov sig'ilib, aylanib borgandan keyin 7 jol hajga bordim. Aylandim. Biroq el qo'l ko'tarib, tomshanib, suqtanib tikib atgan Ka'ba deganni sen ko'rgan jo'qman deganda. O'ylanib o'tirib imom bunday deydi. Ochiq javob bering. Ko'z ochiqlik qilasiz, ko'z ochiqqa borasiz dedim. O'g'lim men ko'z ochiqqa boraman dedi. Ko'z ochiqqa boraman dedi. Ko'z ochiqqa turganman, biroq ko'z ochiqqa boraman. Hamma aytgani bilan yashang deganda qarang. Alloh taolam ko'z ochiqqa borgandan ko'zining Ka'baning qadrini olib tashlaydi. Bo'ldi, ko'rsatmaydi. O'shaning uchun payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kim ko'z ochiqqa borsa dedi. Kim ko'z ochiqqa borsa, aning 40 kunlik namoz qabul bo'ldi. Jo'la boribdi-da. Birovning uyi yo'qolib ketgan ekan, al uyni nesi siz eshitib olibsiz. Yurib borib kelasiz. Siz sherik bo'lib bordingiz. Jo'la sherik bo'lib borganingiz uchun sizning 40 kunlik namozingiz qabul bo'ldi. Ida saddaq bima qal, egerda ko'z ochiqdan aytganni, to'g'ri aytdingiz deb turib, ishine turgan bo'lsa, demak al payg'ambar aytdilar. Menga tushirilganga kafir bo'lib tur. Menga tushirilgan Qur'onni jalg'an degan bilan birday kuni olib ketdi. Demak, Qur'onni jalg'an deganning ko'zini Alloh taolo Ka'bani ko'rsatib ketdi.